Diqqat, aholiga tezkor xabar. Toshkentda avtobuslarga yo'l kira to'lash tartibi o'zgaradi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yil 1-sentyabrdan Toshkent shahridagi avtobuslarda yo'l kira to'lashning yangi tartibi joriy etiladi. Yo'lovchilar avtobusga chiqishda yo'l haqqini faqat elektron usullar orqali to'laydi yoki tasdiqlaydi. Transport kartasi, bank kartasi, NFC, QR kod va boshqa kontaktsiz to'lov tizimlari, ijtimoiy yoki imtiyozli transport kartalari. Yo'lkira avtobusga chiqish vaqtida validator orqali tasdiqlanmasa, yo'lovchi chiptasiz harakatlangan deb hisoblanadi. Shuningdek, 2027-yil oxirigacha zamonaviy avtobus va elektrobuslarni import qilishda utilizatsiya yig'imi undirilmaydi. Bundan tashqari 1-sentyabrgacha poytaxt avtobus, metro va elektr poyezdlar uchun yagona integratsiyalashtirilgan to'lov tizimi joriy etilishi rejalashtirilgan. Yangi tartib jamoat transportida to'lovlar shaffofligini oshirish va qulaylik yaratishga qaratilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.